Ikkita farzandi bor mijozlarimiz uchun zo'r set yig'ib qo'yamiz. Vitrinaga shkopi bor. 2,5 ga 240 lik 100% MDF dan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bir yoq tomoni uzun veshelka, o'rtasi polka, bu yoq tomoni ham uzun veshelka bo'ladi. Kompyuter uchun mo'ljallangan 2 metrli MDF dan ishlangan stuli bo'ladi. Mexanizmlari vakuumli. O'zini chesteri bo'ladi. Buni ham mexanizmlari vakuumli bo'ladi. Mana juda narsalar taxlab qo'yish uchun kichkina shkafchasi bor. Ikkita partasi bor, MDF dan ishlab chiqarilgan bo'ladi va trimosi bo'ladi va kravati. Matras razmeri 1,20 ga 2 lik bo'ladi. Obivkalari mo'yishi akkuratniy qilib tikilgan, dud qilib ishlangan bo'ladi. Teglari sandiqli bo'ladi. Har bitta narsani bittalab videoga narxini aytadigan bo'lsa, videoga sig'may qoladi. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol narx-navosini so'rasanglar ham bo'ladi yoki kommentariyaga mana bu narsalar nech pul desangiz, sraz aytib beramiz. Sifatlari juda ham yaxshi, 100% MDF dan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bemalol murojaat qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Nasiya savdoga ham qilib bera olamiz.